Men Turoboyeva Sabina Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugungi mavzu shaxs qobiliyati, iqtidorining pedagogik, psixologik tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari. Mavzu bo'yicha 3 ta rejadan iborat. Bulardan birinchisi qobiliyatning pedagogik, psixologik tasnifi. Ikkinchisi o'qituvchi pedagogik qobiliyatini rivojlantirish funksiyalari. 3-reja shaxs qobiliyatlari, tabiiy iste'dodlari va ularning farqi. Qobiliyat shaxsning individual psixologik xususiyati bo'lib, muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish subyektiv sharoitini ifodalovchi individual psixologik sifatlar yig'indisi. Qobiliyatni inson tug'ma, tabiat in'omi sifatida tayyor holida olmaydi, balki hayotiy faoliyati davomida shakllantiradi. Gavard Gartner qobiliyatlarni intellektlar to'plami deb atadi va uning 7 ta jihatini ajratib ko'rsatdi. Biz intellektning ushbu jihatlaridan 6 tasini o'qituvchi pedagogik mahoratini takomillashtirish nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz mumkin. Psixologik olim Olga Mateyeva ushbu jihatlarni psixologik texnologiya bilan kuchaytirib, modifikatsiya va o'qituvchining kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, quyidagi qobiliyatlarni ko'rsatib o'tadi. Ular 6 ta. Birinchisi muloqot qilish qobiliyati, ikkinchisi voqealarni oldindan ko'ra olish qobiliyati, uchinchisi eshitish va his qilish qobiliyati, to'rtinchisi kinestetik qobiliyat, beshinchisi mantiqiy qobiliyat, oltinchisi shaxsning ichki qobiliyati. O'qituvchining pedagogik qobiliyatini tahlil qilgan Kuzmina shunday deydi: ta'lim-tarbiyada ro'y beradigan ko'pgina kamchiliklar o'qituvchi o'z pedagogik qobiliyatining amaliy yo'nalishlarini yaxshi bilmasligi, iste'dodning o'qituvchida yo'qligi natijasida ro'y beradi. Maxsus qobiliyatga ega bo'lgan o'qituvchi faqat o'zlari egallagan kasbiy yo'nalishlari bo'yicha muayyan faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullanadilar. Pedagogik psixologiyada o'qituvchi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning, jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib va o'zgarib turishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqtgacha o'zgarmas irsiyat, nasldan naslga o'tuvchi jarayon sifatida talqin etiladi. Olimlarning uzoq yillar olib borgan ilmiy tadqiqotlari va kuzatishlari natijasida pedagogik qobiliyatning quyidagi asosiy sifatlari ajratib ko'rsatilgan. Ulardan birinchisi o'z kasbiga muhabbat, o'quvchilarni seva olishi, ikkinchisi mutaxassislik fanini mukammal bilishi, unga qiziqishi, uchinchisi pedagogik taktga ega bo'lish, to'rtinchisi bolalar jamoasiga singib keta olish, beshinchisi o'z mehnatiga ijodiy yondashish, oltinchisi javobgarlikni his etish, yettinchisi tarbiyaviy bilimlarni egallaganligi. O'qituvchi faoliyatidagi pedagogik qobiliyatning o'ziga xos tizimlari mavjud. Qobiliyatlar tizimi quyidagi xususiyatlar bilan farq qiladi. Ulardan biri asosiy xususiyatlar, tayanch xususiyatlar, yetakchi xususiyatlar va yordamchi xususiyatlar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shaxs qobiliyati va iqtidori uning psixologik xususiyatlari bilan pedagogik ta'sirlar o'zaro uyg'unlashgan holda shakllanadi. Qobiliyat insonning ma'lum faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishga imkon beruvchi individual psixologik sifatlar majmui bo'lsa, iqtidor shu qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlangan, ijodiy va samarali faoliyatga olib keluvchi integratsiyalashgan shakldir. E'tiboringiz uchun tashakkur.